bir do'konga ko'zim tushib qoldi. Yangi olishgan, ikkinchisini biz qilib berdik, arzonroq olingan ekan. Qoli fanera. Endi narx masalasi solishtiradiganlarga aytaman-da. Bizda qimmat, lekin qol taxtamiz o'zi misol bir xil razmerdagi do'kon bilan bo'lsa, endi dunyocha farq qiladi qol taxtani o'zi. Endi do'konda bu qaranglar. Qo'lim yetadi-da endi. Do'konni ichiga mana. Uka olgin-da meni videoga. Do'konga qo'lim yetadi-da. Nima edi-da? Srochniy kerak edi bizga. Bularga borgansiz? Ha, bizga boramiz. Bular hali aynakda o'zini bir hafta qarash kerak. Hozir hisob qilsangiz, bu 8 metr, bu 4 metr, bu 60 million, bu 30 million. Metrda ham ancha farq. Bu aynaklarim ham turli, uniki birli, ha? Bizniki birli. Zakalga qilingan bizniki. Bu hali обычный oynada bu. Bizning oynalarimiz zakalga qilinadi, kuydiriladi. Bular ham mana eshiklarga ham adashmasam 8 mi 6 mi qo'yiladi. Qo'lingiz bunday qilib beringda patologga. Hayır, balat. Solishtiryapman ichini. Ha, nariga bilan. İçini solishtiryapman. Xo'sh, shunaqa gaplar. Shuning uchun iltimoslardan do'kon so'raganlarda nimaga senda qimmat dishni oldim. Sabablarini nima qilinglar. Juda xafa bo'laman-da, senda qimmat ekan. Nimaga qimmat deydi. Endi Tiko bilan misol Spark'ning farqi bor-ku. Xuddi shunaqa narsa. 70-80 yil xizmat qiladi. Polini taxta qilamiz, tagidan tunuka qo'yamiz, utubli bor, linoleum bor. Shuni o'zida ancha farq qiladi. Arzon do'kon bilan-da.